Sizning mulkingiz, yer uchastkangiz, biznesingiz bilan bog'liq ishlarni hal qilishda doimiy qiyinchiliklarga duch kelyapsizmi? Qog'ozbozlik, bürokratiya, navbatlar, tushunarsiz jarayonlar, bular endi tarixga aylanishi mumkin. Ammo buning evaziga sizdan ham ba'zi narsalar talab qilinadi. Bugun biz muhokama qiladigan mavzu O'zbekistondagi har bir fuqaro, har bir tadbirkor uchun hayotiy ahamiyatga ega. Chunki gap sizning mulkingiz. Qonuniy huquqlaringiz va kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz haqida ketmoqda. Yaqinda hukumat tomonidan kadastr tizimiga oid juda muhim o'zgarishlar tasdiqlandi va bu o'zgarishlar utverjdeno degan tamg'a bilan rasmiylashtirildi. Bu shunchaki yangi qonun emas, balki mulkiy munosabatlarning butun bir yangi davrini ochib beruvchi mexanizm. Agar siz ushbu videoni oxirigacha ko'rmasangiz, juda muhim ma'lumotlarni boy berishingiz, hatto kutilmagan muammolarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun hozirroq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va diqqat bilan tinglang. Xabaringiz bor, avvallari mulkni ro'yxatdan o'tkazish, yer uchastkalari bilan bog'liq masalalarni hal qilish uzoq va murakkab jarayon edi. Misol uchun bitta hovlini kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish uchun bir nechta idoralarga borish, uzun navbatlarda turish, turli xil blankalarni to'ldirish va bir qancha mutaxassislarning xulosalarini olishga to'g'ri kelardi. Ba'zan bu jarayon bir necha oylar, hatto yillarga cho'zilib ketardi. Axborot tizimlarining integratsiyasi yetarli darajada emasligi sababli ma'lumotlar bir idoradan ikkinchisiga sekinlik bilan o'tardi. Bu esa ko'p vaqt asab va afsuski, ba'zida qo'shimcha xizmatlar uchun sarf xarajatlarini talab qilardi. Hattoki oddiy mulkni oldi-sotdi qilishda ham notarius hujjatlarni tekshirib, kadastr idorasidan ma'lumotnoma kutish uchun haftalab vaqt ketardi. Bu esa har ikki tomon uchun ham noqulaylik tug'dirardi. Yoki qishloq joylarida, masalan, Bobur amaki o'z uyiga qo'shimcha oshxona yoki ayvon qurganda uni qonuniylashtirish uchun juda ko'p qiyinchiliklarga duch kelardi. U yugurlar tushunarsiz qonun normalari va idoralardagi turli xil talablar bilan to'qnash kelardi. Ba'zan unga shunchaki umidini uzib, noqonuniy bino bo'lib qolaverishiga ko'z yumishdan boshqa chorasi qolmasdi. Bu holat mamlakatimizda juda ko'p uchraydi. Va bu nafaqat fuqarolar uchun, balki davlat uchun ham qora iqtisodiyotning, aniq hisob kitoblarning yo'qligining bir ko'rinishi edi. Natijada mulkni boshqarishda, soliqqa tortishda va rejalashtirishda katta kamchiliklar yuzaga kelardi. Bu esa oxir-oqibat davlat budjetiga tushumning kamayishiga va jamoat infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmasligiga olib kelardi. Ammo endi utverjdeno degan hujjat bilan vaziyat tubdan o'zgaradi. Yangi qarorga ko'ra kadastr tizimi to'liq raqamlashtirilmoqda va yagona elektron platformaga birlashtirilmoqda. Bu shuni anglatadiki, sizning mulkingizga oid barcha ma'lumotlar bitta tizimda jamlanadi. Bu nafaqat jarayonlarni tezlashtiradi, balki shaffoflikni oshiradi va byurokratik to'siqlarni keskin kamaytiradi. Endi ko'plab xizmatlar uchun jismonan idoraga borish shart bo'lmaydi. Chunki ular onlayn tarzda uyda o'tirgan holda amalga oshirilishi mumkin. Misol uchun, ilgari siz bino qurish uchun ruxsatnoma olish uchun arxitektura bo'limi, ekologiya qo'mitasi, sanitariya epidemiologiya xizmati va boshqa ko'plab idoralar bilan bog'lanishingiz kerak edi. Bu idoralarning har birida alohida arizalar yozish, ularning xulosalarini kutish uzoq va zerikarli edi. Endi esa bu jarayon yagona interaktiv davlat xizmatlari portali YDXP orqali yagona bir darsha tamoyili asosida amalga oshiriladi. Bu esa vaqtingizni va pulingizni tejaydi. Barcha zaruriy idoralar ma'lumot almashinuvini elektron tarzda amalga oshiradi. Siz esa faqatgina o'z arizangizning holatini kuzatib borasiz. Shu bilan birga yangi qoidalar mulk egalariga nisbatan ham mas'uliyatni kuchaytiradi. Endi sizning mulkingizning har bir santimetri elektron ro'yxatga olinadi va bu sizga yangi imkoniyatlar bilan birga majburiyatlar ham yuklaydi. Davlat organlari yer va mulkdan foydalanishni, ayniqsa noqonuniy qurilishlar va yer egallab olishlarni nazorat qilishda yanada samaraliroq bo'ladi. Bu o'zgarishlar mamlakatda mulkchilik munosabatlarini yanada tartibga solishga, qonun ustuvorligini ta'minlashga va investitsiya muhitini yaxshilashga qaratilgan. Eng avvalo bilishingiz kerak bo'lgan narsa shuki, bu o'zgarishlar barcha ko'chmas mulk obyektlariga, jumladan turar joy binolariga, xonadonlarga, yer uchastkalariga, noturar joy obyektlariga, do'kon, ofis, ishlab chiqarish sexi, shuningdek davlat mulkiga taalluqlidir. Har bir obyektga noyob identifikatsiya raqami beriladi va bu raqam orqali uning butun tarixi, egalari, o'zgarishlari kuzatib boriladi.
Bu tizimning asosiy maqsadi mulkchilik huquqlarini ishonchli himoya qilish, mulk bilan bog'liq operatsiyalarni old sotdi, garov, ijara, hadya, meros soddalashtirish, xavfsizligini oshirish va shu bilan birga mulkdan samarali hamda qonuniy foydalanishni nazorat qilishdir. Bu mulkni kadastr bog'lash tizimini ham yangilash imkonini beradi. Bu esa soliq hisob kitoblarining yanada adolatli bo'lishiga xizmat qiladi. Misol uchun oldinroq Toshkent shahrida yashovchi Dilshod aka o'zining 2 qavatli xonadonini sotmoqchi bo'lganda avval kadastr hujjatlari eskimi yoki yo'qmi? Barcha o'zgarishlar rasmiylashtirilganmi, yo'qmi? Bilish uchun shaxsan kadastr idorasiga borish kerak edi. Agar uyga qo'shimcha xonalar qurilgan bo'lsa-yu, ular rasmiylashtirilmagan bo'lsa, oldi sotdi bitimi buzilishi yoki uzoq muddatga cho'zilishi mumkin edi. Notarius ko'pincha kadastrdan yangilangan ma'lumotnoma olib keling deb qaytarardi. Endi esa bitimni rasmiylashtirishdan oldin Notarius YDXP yoki Davlat kadastr agentligining yagona elektron tizimi orqali bir necha soniya ichida barcha ma'lumotlarni, mulkning hozirgi holatini, uning haqiqiy egasini va boshqa muhim ma'lumotlarni tekshirib olishi mumkin. Bu jarayonni bir necha haftadan bir necha soatgacha qisqartiradi. Bu esa nafaqat vaqtni, balki asablarni ham tejaydi. Bitim ishtirokchilari ortiqcha tashvish va xarajatlardan xoli bo'ladi. Yoki Farhod amaki Namangan viloyatida fermer xo'jaligini yuritadi. Unga dehqonchilik uchun yer maydonini kengaytirish kerak bo'ldi. Avval u yer ajratish uchun tuman hokimligiga murojaat qilishi, yer resurslari bo'limida hujjatlarni tayyorlashi. So'ngra kadastr mutaxassislarining kelib o'lchov olishlarini kutishi, qishloq xo'jaligi mutaxassislarining xulosalarini olishi va nihoyat yerga bo'lgan huquqni ro'yxatdan o'tkazish kerak edi. Bu jarayon 6 oydan 1 yilgacha vaqt olishi mumkin edi. Har bir idora o'z tartib-qoidalarini talab qilar edi. Endi esa dehqonlar uchun yer ajratish jarayonlari ham raqamlashtirildi. Arizalar onlayn topshiriladi. Yerning bo'sh turganligi yoki bandligi haqidagi ma'lumotlar elektron xaritada bir zoomda ko'rinadi va tasdiqlash muddati sezilarli darajada qisqartirildi. Bu tadbirkorlikni rivojlantirish uchun juda katta qulaylikdir. Chunki fermerlar o'z vaqtlarini byurokratik jarayonlarga emas, balki bevosita dehqonchilikka sarflashlari mumkin. Bu yangi tizimdan kimlar tashvishlanishi kerak? Avvalo, o'z mulkini yoki yer uchastkasini qonuniylashtirmagan fuqarolar va tadbirkorlar. Ya'ni, agar siz uyingizga qo'shimcha bino qurgan bo'lsangiz, uni kadastr hujjatlariga kiritmagan bo'lsangiz, yoki yer uchastkangizni belgilangan chegaralardan tashqariga kengaytirgan bo'lsangiz, yoxud sizga tegishli bo'lgan noturar joy binosi, misol uchun do'kon yoki ofis hujjatlarida ko'rsatilgan maydondan kattaroq bo'lsa, siz zudlik bilan ushbu masalani hal qilishingiz shart. Yangi tizim zamonaviy texnologiyalar, jumladan yuqori aniqlikdagi sun'iy yo'ldosh suratlari va dronlar orqali olib boriladigan monitoringlar yordamida barcha o'zgarishlarni avtomatik ravishda aniqlaydi va sizga nisbatan qonuniy choralar ko'rilishi mumkin. Bu jarayonda jarimalar yoki hatto binolarni buzishgacha bo'lgan jazo choralari ham ko'zda tutilgan. Ayniqsa shaharlarda yerga bo'lgan talab yuqori bo'lgan hududlarda, masalan, Toshkent, Samarqand, Buxoro kabi shaharlarda bu masalaga juda jiddiy e'tibor berilishi shart. Chunki bu yerlarda noqonuniy qurilishlarning soni ancha yuqori va ular ko'pincha shaharsozlik standartlariga zid ravishda amalga oshiriladi. Masalan, Farg'onada yashovchi bir tadbirkor o'zining kichik ishlab chiqarish sex uchun berilgan yerga qo'shimcha omborxona qurib olgan. Bu omborxona uning kadastr hujjatlarida aks etmagan va unga ruxsat berilmagan. Yangi tizim joriy etilgandan so'ng dronlar orqali amalga oshiriladigan monitoringlar natijasida uning noqonuniy qurilishi aniqlanib, unga katta miqdorda jarima solindi. Jarima miqdori uning yer uchastkasining kadastr qiymatiga bog'liq bo'lib, o'rtacha bir necha 10 million so'mga yetishi mumkin. Hatto 7 million so'mdan oshishi ham ehtimoldan xoli emas. Agar u qurilishni qonuniylashtirmasa, hatto omborxona buzib tashlanishi ham mumkin. Bu esa uning biznesiga jiddiy zarar yetkazadi. Bundan tashqari, yerning maqsadli foydalanilmaganligi uchun ham alohida jarimalar mavjud. Xo'sh, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qonuniy asosda mulkka ega bo'lgan, barcha hujjatlari tartibda bo'lgan fuqarolar va tadbirkorlar. Ya'ni, sizning uyingizning har bir santimetr kadastr hujjatlarida aniq aks etgan bo'lsa, yer uchastkangizning chegaralari aniq belgilangan va qonuniy ravishda ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lsa, sizga hech qanday xavf yo'q. Aksincha, yangi tizim sizning mulkingizga bo'lgan huquqingizni yanada mustahkamlaydi
va uni uchinchi shaxslarning har qanday tajovuzidan himoya qiladi. Chunki barcha ma'lumotlar yagona tizimda bo'lgani uchun firibgarlik qilish imkoniyatlari keskin kamayadi. Masalan, soxta hujjatlar bilan mulkni egallashga urinishlar deyarli imkonsiz bo'ladi. Sizning mulkingiz endi davlat himoyasida yanada ishonchli tarzda bo'ladi. Bu esa uning bozor qiymatini ham oshirishi mumkin. Masalan, buxorolik nafaqaxo'r Oysha momo o'zining uyini nevarasiga hadya qilmoqchi. Uning uyi 1995 yilda qurilgan va barcha hujjatlari o'sha paytda to'g'ri rasmiylashtirilgan. Qo'shimcha qurilishlar ham qilinmagan. Yangi tizim Oysha momoning hujjatlarini tekshirishni osonlashtiradi. Notarius faqatgina momoning shaxsiy guvohnomasi orqali uning uyiga oid barcha ma'lumotlarni elektron tizimdan oladi va hadya shartnomasini bir necha soat ichida rasmiylashtirishi mumkin. Bu avvalgi haftalab davom etadigan jarayonni sezilarli darajada soddalashtiradi va Oysha momo ham, uning nevarasi ham o'rtacha tashvish va sarf xarajatlardan xoli bo'ladi. Ularning nafaqat vaqti, balki notarius xizmatlari uchun sarflanadigan puli ham tejaladi. Chunki jarayon qisqargani sari ba'zi xizmatlar uchun to'lovlar ham kamayishi mumkin. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yangi qoidalarda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik nuanslar mavjud. Ularni tushunish sizni kutilmagan muammolardan saqlab qoladi va tizimdan to'g'ri foydalanishga yordam beradi. Birinchi istisno: yer uchastkalarini shaharsozlik hujjatlarida nazarda tutilgandan ortiqcha egallab olgan yoki unga qo'shimcha qurilish qilgan jismoniy va yuridik shaxslar uchun amnistiya davri. Siz eshitganingizdek, hukumat ma'lum bir muddatga mulk amnistiyasi e'lon qildi. Bu davrda siz o'zingizning noqonuniy egallab olgan yeringizni yoki qurilishlaringizni qonuniylashtirish uchun belgilangan miqdordagi jarimalarni to'lash evaziga rasmiylashtirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu oltin imkoniyat deb ataladi. Chunki bu davrdagi jarimalar amnistiya muddati tugagandan keyin qo'llaniladigan jarimalarga nisbatan ancha yengilroq bo'ladi. Ammo bu muddat cheklangan va uni o'tkazib yubormaslik juda muhim. Agar siz bu imkoniyatdan foydalanmasangiz, yuqorida aytilganidek ancha jiddiyroq sanksiyalar qo'llanilishi mumkin. Masalan, yerning davlatga qaytarilishi yoki noqonuniy binoning buzilishi. Bu esa sizga moliyaviy va huquqiy jihatdan katta zarar yetkazadi. Amnistiya muddati odatda 6 oydan 1 yilgacha bo'lishi mumkin va bu haqda davlat organlari tomonidan alohida e'lonlar beriladi. Samarqandda yashovchi tadbirkor Azam aka o'zining choyxonasi yonida o'zboshimchalik bilan qo'shimcha ayvon qurgan. Bu ayvon uning kadastr hujjatlarida mavjud emas, lekin ko'pchilik buni odatiy hol deb bilardi. Yangi qoidalar tasdiqlangach, u amnistiya davrida murojaat qilib, belgilangan kichikroq miqdordagi jarimani to'lab ayvonni qonuniylashtirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Agar u bu imkoniyatdan foydalanmaganda edi, keyinchalik unga katta jarima solinishi yoki ayvonni buzib tashlash majburiyati yuklatilishi mumkin edi. Bu yerda kichikroq miqdordagi jarima deganda noqonuniy egallab olingan yerning yoki qurilishning kadastr qiymatining yetim foizi atrofida bo'lishi mumkin, ammo bu miqdor hali rasmiy hujjatlarda aniq belgilanishi kutilmoqda. Lekin bu miqdor amnistiya davridan keyingi jarimalardan, masalan, mebdili 200% dan ancha past bo'ladi. Ammo bu amnistiya doimiy emasligini unutmang. Bu davr tugagach qonun to'liq kuchga kiradi va hech qanday yengilliklar bo'lmaydi. Ikkinchi muhim nuans: mulkdorlarning mas'uliyati. Endi sizning mulkingizdagi har qanday o'zgarishni, masalan, qo'shimcha qurilish, rekonstruksiya, qayta qurish, binoning maqsadini o'zgartirish, darhol kadastr organlarida ro'yxatdan o'tkazishingiz shart. Aks holda sizga jarima solinishi mumkin. Avvallari ko'pchilik bu kabi o'zgarishlarni e'tiborsiz qoldirardi. Chunki nazorat yetarli emas edi va bu noqonuniy qurilishlarning ildiz otishiga sabab bo'lardi. Endi esa kosmik monitoring va dronlardan foydalanish orqali aniqlash imkoniyatlari oshdi. Bu shuni anglatadiki, sizning mulkingizning haqiqiy holati doimo elektron kadastr ma'lumotlari bilan taqqoslanadi. Agar farqlar aniqlansa, avtomatik ravishda bildirishnomalar yuboriladi va choralar ko'riladi. Bu mulkdorlarga o'z mulkiga nisbatan yanada ehtiyotkor bo'lishni, har bir o'zgarishni qonuniy yo'l bilan rasmiylashtirishni talab qiladi. Davlat kadastr agentligi mutaxassislari doimiy ravishda joylarda monitoring ishlarini olib borishi mumkin. Toshkent viloyati yashovchi Muzaffar aka o'z uyining tom qismini yangilash bahonasida ikkinchi qavatni kichikroq qilib, balkonsiz qurib oldi. U buni kadastrga bildirmadi.
Chunki bu kichik o'zgarish deb o'yladi va oldin ham hech kim e'tibor bermagan edi. Oradan bir yil o'tib dron orqali olingan suratlarda uyning maydonidagi o'zgarishlar aniq ko'rindi. Chunki dronlar yuqori aniqlikdagi tasvirlar olish imkoniyatiga ega. Natijada unga uyning maydoni o'zboshimchalik bilan o'zgartirgani uchun minimal ish haqining 10 baravari miqdorida jarima solindi. Agar u o'zgarishlarni qonuniy yo'l bilan rasmiylashtirganda bu jarima to'lanmas edi. Jarayonning o'zi ham juda sodda va onlayn tarzda amalga oshirilishi mumkin edi. Buning uchun bor yo'g'i YDXP portalida bir necha qadamni bajarish talab etilardi. Uchinchi jihat davlat xizmatlarining narxlari va muddati. Yangi tizimda davlat xizmatlari uchun belgilangan to'lovlar ham qayta ko'rib chiqiladi. Ba'zi xizmatlar uchun to'lovlar kamayishi mumkin bo'lsa, ayrimlar uchun o'sishi ham mumkin. Ayniqsa, amnistiya davridan so'ng noqonuniy qurilishlarni qonuniylashtirish uchun to'lanadigan to'lovlar sezilarli darajada oshadi. Yuqorida aytganimizdek, kadastr qiymatining buyog'i 200% gacha yetishi mumkin. Xizmat ko'rsatish muddatlari esa umumiy holda tezlashadi. Chunki jarayonlar raqamlashtirilgan. Misol uchun, ilgari yangi qurilgan uyni kadastrga qo'yish uchun bir oyga yaqin vaqt ketgan bo'lsa, endi bu jarayon bir necha kun ichida maksimal 5-7 ish kunida hal bo'ladi. Ammo shuni unutmangki, agar sizning hujjatlaringizda kamchiliklar bo'lsa yoki siz noto'g'ri ma'lumotlarni taqdim etsangiz, jarayon kechikishi yoki umuman rad etilishi mumkin. Shuning uchun har bir ma'lumotning to'g'riligiga e'tibor berish juda muhimdir. Arizani to'ldirishda xato qilish ham jarayonni cho'zib yuborishi mumkin. 4-muhim noziklik yer uchastkalarining toifasini o'zgartirish. Agar siz yer uchastkasidan maqsaddan boshqacha tarzda foydalansangiz, masalan, qishloq xo'jaligi yerida do'kon qurgan bo'lsangiz, endi bu darhol aniqlanadi. Yerning toifasini o'zgartirish jarayoni ham soddalashadi. Ammo bu avtomatik ravishda bo'lmaydi. Siz tegishli arizani topshirishingiz va belgilangan tartibda rasmiylashtirishingiz shart. Aks holda sizga yer solig'ining oshirilgan stavkada hisoblanishi, jarimalar qo'llanilishi va hattoki yer uchastkasini olib qo'yishgacha bo'lgan choralar ko'rilishi mumkin. Bu ayniqsa tadbirkorlar va fermerlar uchun juda muhimdir. Chunki yer ularning asosiy faoliyat vositasidir. Yer kodeksi va soliq kodeksida bu kabi holatlar uchun juda qattiq sanksiyalar belgilangan. Yer toifasini o'zgartirish odatda mahalla hokimiyatining qarori bilan amalga oshiriladi va u shaharsozlik, ekologik va boshqa standartlarga mos kelishi kerak. Masalan, Sirdaryo viloyatida yashovchi Sarvar aka yer uchastkasini Tamarqa maqsadida olgan edi. Ammo u yerda kichik bir avtoservis ochdi. Avval bu holatni aniqlash qiyin edi. Chunki nazorat tizimi samarali ishlamasdi. Endi esa yangi tizimda yer uchastkasining sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlari va uning maqsadini avtomatik taqqoslab farqni aniqlaydi. Agar Sarvar aka yerning maqsadini o'zgartirmasa, unga noqonuniy yerdan foydalanganlik uchun soliq kodeksi va ma'muriy javobgarlik kodeksiga muvofiq jarimalar solinadi. Bu jarima bazaviy hisoblash miqdorining 20 dan 10 baravarigacha bo'lishi mumkin. Bu esa ancha katta summaga teng. Masalan, bugungi kunda bu 6 million so'mdan 17 million so'mgacha bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, agar u yerning maqsadini o'zgartirmasa, yer uchastkasini davlatga qaytarib olish masalasi ham ko'rib chiqilishi mumkin. Endi eng muhim qismga keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Bu o'zgarishlar sizga qanday ta'sir qilishidan qat'iy nazar shoshilinch ravishda amalga oshirilishi kerak bo'lgan aniq qadamlar mavjud. Bu qadamlar sizni kelajakdagi muammolardan himoya qilishga va yangi tizimning imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga yordam beradi. Birinchi qadam mulkingizni to'liq inventarizatsiya qilish. Uyingizning, yer uchastkangizning yoki boshqa mulkingizning barcha hujjatlarini, kadastr pasporti, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, qurilish ruxsatnomalari, texnik pasportlar va hokazo to'plang va ularni diqqat bilan ko'rib chiqing. Mulkingizning haqiqiy holati hujjatlarda ko'rsatilgan ma'lumotlarga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Barcha qo'shimcha qurilishlar, rekonstruksiyalar, o'zgarishlar hujjatlarda aks etganmi? Masalan, uyning maydoni oshganmi? Qo'shimcha qat qurilganmi? Yoki hovlida yangi bino paydo bo'lganmi? Agar aks etmagan bo'lsa, bu sizning birinchi tashvishingiz bo'lishi kerak. Bu qadamni o'zingiz ham bajarishingiz mumkin. Yoki ishonchli yurist yoki kadastr mutaxassisi yordamida amalga oshirishingiz mumkin. Ular sizga hujjatlaringizni to'g'ri tahlil qilishda yordam beradi. Ikkinchi qadam mavjud muammolarni aniqlash va qonuniylashtirish. Agar siz mulkingizda hujjatlarda
aks etmagan o'zgarishlarni yoki noqonuniy qurilishlarni aniqlasangiz, darhol ularni qonuniylashtirish choralarini ko'ring. Buning uchun siz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali IDXP orqali yoki shaxsan davlat xizmatlari markazlarida ham murojaat qilishingiz mumkin. Noqonuniy qurilishni qonuniylashtirish xizmatini tanlab, tegishli arizani to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Sizdan obyektning joylashuvi, turi, o'lchamlar haqida ma'lumotlar va ehtimol texnik xulosa talab qilinadi. Shuningdek, belgilangan jarima yoki to'lovni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Aynan amnistiya davrida bu jarayonni o'tkazish siz uchun moliyaviy jihatdan ancha foydali bo'ladi. Chunki jarima miqdorlari sezilarli darajada kamroq bo'lishi kutilmoqda. Bu imkoniyatdan foydalanmaslik keyinchalik sizga 2-3 barobar qimmatga tushishi mumkinligini unutmang. Misol uchun, sizning xonadoningizda balkonsiz uyga balkon qo'shilgan bo'lsa va u kadastr hujjatlarida aks etmagan bo'lsa, siz IDXP saytiga kirib, mulkni qonuniylashtirish bo'limini topasiz. U yerda sizdan balkonning o'lchamlari, u qurilgan yil va boshqa texnik ma'lumotlarni kiritish so'raladi. Balkonning fotosuratini yoki eskizini yuklash ham talab etilishi mumkin. Keyin tizim avtomatik ravishda sizga qancha miqdorda jarima to'lashingiz kerakligini hisoblab beradi. O'rtacha hisobda Toshkent shahrida kichikroq balkonni qonuniylashtirish uchun 5-10 million so'm atrofida jarima bo'lishi mumkin. Bu summani to'laganingizdan so'ng sizning mulkingizning kadastr ma'lumotlari yangilanadi va balkon qonuniy maqomga ega bo'ladi. 3-qadam, yer uchastkangizning maqsadini tekshirish. Agar siz o'zingizning yer uchastkangizdan uning maqsadidan, masalan, dehqonchilik uchun ajratilgan yerda savdo do'koni qurgan bo'lsangiz, boshqacha tarzda foydalanayotgan bo'lsangiz, yerning toifasini o'zgartirish bo'yicha murojaat qiling. Bu ham DXM orqali yoki IDXP portalida amalga oshiriladi. Yerning maqsadini o'zgartirish uchun arizaga yer uchastkasining sxemasi, siz qurmoqchi bo'lgan obyektning eskizi va maqsadini o'zgartirish sabablari haqidagi ma'lumotlar ilova qilinishi kerak bo'ladi. Bu jarayon nisbatan murakkabroq bo'lishi mumkin. Chunki u mahalliy hokimiyat organlari va boshqa tegishli idoralarning xulosalarini talab qiladi. Masalan, ekologiya, arxitektura va sanitariya xizmatlarining ruxsati zarur bo'ladi. Ammo uni rasmiylashtirish kelajakda sizni ancha katta jarimalardan, yerning olib qo'yilishidan va huquqiy muammolardan saqlaydi. 4-qadam, barcha yangi qurilishlar va o'zgarishlarni zudlik bilan ro'yxatdan o'tkazish. Kelajakda uyingizga yoki boshqa mulkingizga biron bir o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsangiz, masalan, qo'shimcha xona, garaj, do'kon qurish, uyning qavatini ko'tarish, fasadni o'zgartirish. Avvalo buning uchun belgilangan tartibda ruxsatnoma oling. Buning uchun ham IDXP portali orqali murojaat qilish mumkin. Ruxsatnoma olishda sizdan qurilish loyihasi, texnik xulosa va boshqa hujjatlar talab qilinishi mumkin. So'ngra qurilish tugallangach, uni darhol kadastr organlarida ro'yxatdan o'tkazing. Bu tartib mulkdorning shaxsiy mas'uliyatini oshiradi, ammo bu qiyin emas. Hozirda ko'plab xizmatlar onlayn platformalar orqali taqdim etilganligi sababli bu jarayonlarni uyda o'tirgan holda internet orqali amalga oshirish mumkin. Shuningdek, maslahat olish uchun Davlat kadastr agentligining ishchi telefoniga murojaat qilishdan tortinmang. Ular sizga barcha savollaringizga javob berishga tayyor va har bir qadamda yordam berishga intiladi. Bu esa sizning vaqtingizni va pulingizni tejashga yordam beradi. 5-qadam, doimiy ravishda ma'lumotlarni yangilab turish. Agar mulkingizga oid shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgarsa, pasport ma'lumotlari, familiya o'zgarishi, yashash joyining o'zgarishi va hokazo yoki mulk huquqi o'zgarsa, old soti, hadya, meros, garovga qo'yish, bu haqda kadastr organlariga xabar berishni unutmang. Bu ma'lumotlarning dolzarbligini ta'minlaydi va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan huquqiy tushunmovchiliklarning, sud tortishuvlarining oldini oladi. Sizning mulkingizga oid barcha ma'lumotlarning yagona elektron bazada bo'lishi sizning o'zingizning manfaatlaringizga xizmat qiladi. Chunki bu sizning mulkingizning huquqiy himoyasini mustahkamlaydi va uni tezda sotish, garovga qo'yish yoki boshqa operatsiyalarni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Har qanday o'zgarishni o'z vaqtida qayd etish sizni ortiqcha sarson-sarsonlikdan va jarimalardan saqlaydi. Xulosa qilib aytganda, utverjeno deb e'lon qilingan yangi kadastr tizimi O'zbekistonning mulkiy munosabatlarida inqilobiy o'zgarishlarni olib keladi. Bu shaffoflikni oshiradi, byurokratiyani kamaytiradi va mulkdorlarning huquqlarini da ishonchli himoya qiladi. Ayniqsa yuridik shaxslar va tadbirkorlar uchun
bu jarayonlar biznes muhitini yanada qulaylashtiradi. Ammo shu bilan birga har bir mulk egasidan ham yuqori mas'uliyat va tartibni talab qiladi. O'z mulkingizga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'ling. Barcha hujjatlaringizni tartibga soling va yangi qoidalarga rioya qiling. Shundagina siz bu o'zgarishlardan faqatgina foyda ko'rasiz va kutilmagan muammolardan xalos bo'lasiz. Shuningdek, mulkingizning qonuniy maqomini mustahkamlagan bo'lasiz. Unutmang, har bir o'zgarish har qanday yangi qoida avvaliga noqulaylik tug'dirishi mumkin. Ammo uzoq muddatda bu tizim barcha uchun manfaatli bo'ladi. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi deb umid qilaman. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Har bir savolga javob berishga harakat qilamiz yoki bu bo'yicha alohida video tayyorlaymiz. Videoga like bosing, do'stlaringiz bilan ulashing va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Toki keyingi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormasligingiz uchun. E'tiboringiz uchun rahmat.